Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar yaqinlarim, sog' salomatmisizlar? Bugungi ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik, tinch yuringizlar. Yana Iroda Sultondan sizlarga bir dona maslahat. Siz ayni eshityapsizmi? Yoniveringizga qaramang, sizga aytyapman. Kilo oldingizmi? Semirib qoldingiz ozgina, bilyapsizmi? Chiroyli ko'ylaklaringizga sig'mayapsiz. Makiyaj qilsangiz ham, ro'mol o'rasangiz ham, soch turmagingiz ham yoqmay qolyapti. Ozgina ozishni xohlasangiz, sizga maslahatim. Kun mobaynida birinchi o'rinda och qoringa 2 stakan suv yoki 2 krujka farqi yo'q. Ichasiz. Och qoringa ichib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Och qoringa suv ichib olasiz. So'ng ovqat yeyotganingizda 1 stakan suv yana ichasiz ovqat mobaynida. Keyin ovqatdan so'ng 2 stakan suv ichasiz. U bez gaz suvmi, qaynagan suvmi, iliq suvmi farqi yo'q, faqat suv bo'lishi kerak. Bez gaz bo'lishi kerak. Keyin choy, kofe emas. Keyin choy, kofedan ham cheklanib turasiz. Ozmoqchi bo'lganlarga. Keyin esa yana tag'in kun mobaynida 1 stakan suvda har soatda ichasiz. Keyin 3 mahal ovqatingizni bir xil vaqtga belgilab olasiz yoki 2 mahalga tushirsangiz juda ham olam guliston bo'lardi. Men 2 mahal ovqatlanaman, to'g'risini aytaman. Tez ozdim. O'zim ko'proq to'lishib qolsam, shuni suv bilan ozishga harakat qilaman. Faqat suvni o'zi ozdiradi. Dori darmon kerak emas sizga. To'g'risini aytaman, bu o'zingiz sog'lig'ingizga ham yaxshi. 1 kilo tashlasangiz ham juda ham mazza qilasiz. O'zingiz kiyimlaringizga nima qilasiz? Sig'asiz. Mana xalatim, masalan, o'zim xalatim umuman sig'may qoldim. Mana 10 kiloga ozdim, bir oy, где-то 20 kunda 10 kiloga ozdim. Bemalol sig'ayapman. Qarang, chiroyli ko'ylaklaringizni kiyasiz, o'zingizga yoqib borasiz, makiyaj qilsangiz ham yoqadi. Ham nima deydi, shirinliklarni umuman yemaysiz. Shirinlik bilan urushib qolasiz. Xo'pmi? Sizga maslahatim. Yemay turing shirinliklarni, keyin nonni kamroq yeng, keyin yog'li ovqatlarni желательно obedda yeng. Agar juda ham yegingiz kelib ketsa, unda ham to'yib, ya'ni o'zimiz tilda bo'kib yemangda. O'shanda chiroyli nima deydi, tanovul qiling, slihka to'yganday bo'ling. O'shanda mana bunday ozasiz. Maslahatim sizlarga. Rezultat bo'lsa, necha kilo ozsangiz yozib yorasiz, o'zimni lichkamga yozib yorasiz. Kutib qolaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.